Avtomat korobka mashinangizda korobkangizni ketkizib qo'yadigan 3 ta sababni aytaman. Shu maslahatga amal qiling, korobkangiz uzoqroqgacha chidab beradi. Birinchi sabab buksavat qilganda, bizani yoshlar qoni qaynoq, svetofor turganda bir-biriga qichuv qilib buksavat qilishadi. Maslahat bering, o'shanda korobka ketib qoladi. Keyin loyga botib qoladi-yu, loyga botganda rosa buksavat qiladi, chiqa olmaydi. Chiqa olmayaptimi? Iloji bo'lsa mashina chaqirtirib, mashinada torttirganingiz yaxshiroq. Bitar! Mashinangiz buzilganda shu 4 ta og'ayningizni chaqirib, niga qo'yib mashinangizni itartirmang va mashinani buksirga olmang. Undan ko'ra evakuator chaqirib, evakuatordan foydalaning. Uchinchi sabab, korobkani moyini almashtirayotganda ayrim ustalar moyi shunday to'kib yuboradi, tepasidan yangi moy quyib, salomat bo'ling deb ketkizib yuboradi. Korobkani moyi almashtirayotganda eski moyi 100% to'kib yuborib, keyin yangisini quyish kerak. O'shanda korobkani umri uzoqroq bo'ladi, keyin yuradigan kilometri ham yaxshiroq bo'ladi. Mana hozir kelgan moyxonamizda ham ustalarimiz ko'rsanglar bo'ladi, o'zini hurmat qiladigan ustalar ekan. Mana bu kompressorlarni tozalab, как бы o'zini mayda detallarigacha ahamiyat berib, klientlarning ishini bitirib berishar ekan. Shunaqa ustalarimiz ko'paysa. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, menga obuna bo'lib ketib, bu videoni avtomat korobka mashina haydaydigan tanishingizga sir uchun jo'natib qo'ying.